Savsavning mushaviri Guojiya zodi kim? Guojiya o'lmagan bo'lsa, Zhuge chiqmaydi degan gap ishlamsiz. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda bo'lsa, biz yana 3 podshohlikni davomli so'zlab ketdik. Unda bo'lsa, biz bugun Guojiya to'g'riliq to'xtalamiz. Guojiya, Savsavning mushaviri. Bu zodi qanday kishi? Endi Guojiyani ta'riflagan vaqtda men bunda ta'riflayman. Iqtidorliq, aqlliq, hech kim o'ylamagan yerdan chiqa oladi. Ammo turmush axloqi yaxshi emas. Buni nereden ko'ra olamiz? Albatta, 3 podshohlikni ko'rgan do'stlar orasida bundaq bir tamsilga oid ko'p tarqalgan. Guojiya busi, Wolong buchu deydigan. Bu nima degan gap degan vaqtda, Guojiya o'lmagan bo'lsa, Zhuge chiqmaydi degan gap. Buning ma'nosi nima desa, Guojiya Zhuge qo'rqitalaydi, uning iqtidorliq demoqchida. Albatta bu gap bilanlar Guojiyani Zhuge'dan yuqori, ustun deyishga bo'lmaydi. Chunki bular ikkisi bir davrga to'g'ri kelmaydi, hatto bir-biridan uchrashib boqmagan. Lekin Guojiyaninki aqlli ekanligi, iqtidorli ekanligi haqiqatan rost. Endi bu Guojiya tunji mushu tog'dan tushgan vaqtda, bu tog'dan tushgan vaqtda 20 yosh tog'dan tushdi. Ajoyib yosh hamda. Zhuge'ga o'xshash. 21 yaşında bu Yuan Shao'nun yanına kirib mushavir bo'ldi. Ammo Yuan Shao buningki qadriga yetmaydi. Ya'ni buningki iqtidorini his qilolmaydi. Nima ishqa? Chunki Yuan Shao'ningki u vaqtda qo'shuni zo'r. Sanog'ini jiq. Eng muhimi mushavir jiq. Mushavirlar jiq bo'lgandan keyin bu Guojiyadek bir atal mushavirga qarab ketmaydi. Endi Guojiyami bu Yuan Shao'ningki mushu mushavirlari, sanog'inlari ichida nəhayət ko'p ixtilof borligini, ishki kelishilmaslik borligini, undan boshqa Yuan Shao'ningki bir ishlarni kesib qaror qilolmaydiganligini his qilgandan keyin shu Guojiyadan ayrilib Savsavning yanına keldi. Savsavning yanına kelgandan keyin bu Savsavni yoqtirib qoldi. Savsavmi Guojiyani yoqtirib qoldi. Nima ishqa? Savsav Guojiyaniki nəhayət iqtidorliq, aqlninki nəhayət ustun bir ishlarni boshqa o'ylamagan yerdan chiqa oladiganligini his qilib, menga haqiqiy yordamchi bo'ladigan kishi ekan deb buni yoqtirib qoldi. Ham Guojiya nima Savsavni yoqtirib qoldi degan vaqtda Savsavninki odam tunish iqtidoriniki nəhayət kuchli ekanligini his qildim. Ya'ni Guojiya kelish bilan buni harbiy ishlarni boshqaradigan mushavir qilib tayyorlaydi. Bu tunji kelgan odamga bunday cho'ng huquqni asosan bermaydi nurg'un pasbon. Undan sep Savsav bir ishlarni kesib qildi odam. Xato qilsin, to'g'ri qilsin. Shuning bilan bular ikkisi nəhayət kelishib qoldi. Hatta keçilab paranglashib, yaqin do'stlarda ko'p ketdi-da. Shu Guojiya bilan Savsav nəhayət sirdosh do'st aylanib ketdi. Buning oldida kelgan shuyudimmi yaqin bo'lib ketdi hamda. Endi bu Guojiyaninki iqtidorini biz nereden ko'ra olamiz degan vaqtda, asosan Guojiya ko'rsatgan amallarni ishlatganlar bo'lsa, shu Savsav g'alaba qilmay qolmaydi. Ya'ni Liu Buni mag'lub qilgan vaqtda hech kim bu sepilga hujum qilishni bilolmay turgan vaqtda Guojiya suv orqali hujum qilish to'g'riliq tadbir ko'rsatdi. Shu vaqtda suv bilan hujum qilib bu Liu Buni tirik tutib oldi. Undan boshqa Liu Beyni qanday bir taraf qilishni bilolmay Chungyudan so'ragan vaqtda Chungyu o'ldirib yetishni aytdi. Ammo Guojiyadan so'ragan vaqtda Guojiya nima deb javob berdi desa, haqiqatan Liu Beyni qo'yib yetish bo'lmaydi. Uning yuragida o't bor. U bizga ishlab beradigan odam emas. U cho'qim bir paslan bo'lishni o'ylayapti. Ammo buni debla uni o'ldirib etsak, biz zo'raymadik. Bizning oldimiz nəhayət kichik hozir. Bizga nurg'unlar qo'shilishni o'ylashyapti. Agar bizga qo'shilgan Liu Beydek bir xon tog'isini o'ldirib etsak, bizning keyingi taraqqiyotimiz, zo'rayishimizga ta'sir bo'ldi. Boshqalar bizga alib qo'shilmaydigan bo'lib qoldi. Qo'shilgan odam o'ldirib etilgan deb bizga ishonmas bo'lib qoldi. Shunga Liu Beyni o'ldirish bo'lmaydi. Ammo buning qat'iy huquq bermaslik kerak. Ya'ni buni o'zining ichi turg'izib, sirtqa chiqarmay, hech qanday huquq bermay, quruq nomni berib qo'yib, bundan foydalansak bo'ldi. Degandan keyin Savsav buningki shu bergan tadbirini nəhayət qo'llaydi, nəhayət qo'shib ketib, bak yaxshi amal ko'rsatib berdi. Ammo buni qo'llanmay qoldi. Nima ish qildi desa, bumu Savsavmi Liu Beyninki irodasiga nəhayət qo'l qo'ydi. Shuning bilan Liu Beydek bir kishini o'zim shu ishonch bilan qoyil qilsam bo'lmamdi deb buningga shunday bir huquqni berdi. Ammo shu huquqni berish bilan buni ketkizib qo'ydi.
Demek bu hem Gojia'nın hatalık emasdi. Şunu bu ya muşundaq bir hikoyalardan mı biz Gojia'nınki yani akıllık işgallikini körüp alalaymiz. Ondan başka bununki yana bir to'g'ri degan bir so'z bor. Ya nim deydi desa, bu shu sunsi, Xiaobao'nun sunsi deydi-ku, jang qilishga moyir. Sunchuanning akisi. Ammo shu jang qilishga moyir. Bu jang qilib, shu sharqqa bu tarafda nurg'un yalanib besib olib, ajoyib g'alabalik hujumlarni qilayotgan vaqtda Sovsov va buningki atrofidagi nurg'un salg'inlar bundan cho'chiydi. Buning qanday taqobil turish kerak, bu ajab yomon nima ekan deb turgan vaqtda Gojia buningga nima deydi desa, pasibanim. Buningni qo'rqib ketishning hojati yo'q. Sunsi kuchlik, iqtidorli jangga moyir chaqqan bo'lgan bilan buningda aql parasat uncha yuqori emas. Bu chuqum boshqalar tarafidan qaslab o'ldirildi degan bir gapni deydi. Bu gap hatto Sunsining qo'liga yetadi. Ashunda turibmi Sunsi yana oxirida haqiqatan boshqalarning qaslashiga uchrab o'lib ketdi. Demek mushu hikoyalardan bu Gojia'ningki iqtidorli, aqlli ekanligini ko'rib olaymiz. Ham Gojia'ningki turmushida turmush yaxshi emas, ya'ni sifatsiz turmushi ko'p deyishlik maqsad sabab nima degan vaqtda Gojia'ningki mush axloqi ancha yaxshi emas. Bu shu asosan shu ayollarga, ya'ni shu shahvatparastlikka bak berilib ketgan, qalaymaqon bir turmushga ega bir kishi deyishik bo'ldi. Buningki shundoq bir turmushning borligini axloqsiz kishi ekanligini nurg'un Sovsovning qo'lasidagilar Sovsovga yetkazdi. Shunday kishi ekan, buni gap qilaylik, buni to'sayli degan vaqtda Sovsov nima deydi desa, bu Gojia mu odam. Bir odam deganda albatta kamchilikmi bo'ladi, ortiqchilikmi bo'ladi. Har qanday odamning kamchiligi bo'ldi. Gojia'dak shu davlatimiz uchun bizningki shu igilikimiz uchun cho'ng to'yib qo'shayotgan odamda unchlik savalliklarning bo'lib qolishining karoyati chog'liq. Men uni qabul qilaveraman. Agar sizlar men mujinchilik to'yib qo'shib bera olsanglar, mayli, xatolik o'tkazsanglar men kechirib o'taman degan bir gapim deydi. Shunga Gojia'mi qo'rqmay, ushaq xatoliklarni asosan chiqaroq o'tkazib qo'ydi. Ammo buni Sovsov kechirib o'tgan bilan Gojia'ningki badani buni kechirib o'tmaydi. Buningki hamda shundoq bir yaxshi bo'lmagan, sog'lom bo'lmagan turmushi buning undan sirt shu jaboli xizmati birlashib kelib buning badanini kasallik chirmab bu yoshla ketib qoladi, ya'ni o'lib ketib qoldi. Shuning bilan Sovsovningki iqtidorli mushoviri yoshla tugab ketdi desak bo'ldi. Endi Sovsov nurg'un qatim shu janglarda mag'lub bo'lgan vaqtda, ya'ni Gojia'dan keyingi bo'lib Shibi jangida mag'lub bo'lgan vaqtda buni tunji bo'lib eslaydigan nima desa, agar Gojia bo'lgan bo'lsa, men bunchalik mag'lub bo'lib ketmaydim degan bir gapni qildi. Demak, shu so'zlarda Sovsovningki Gojiaga naqadar amroq ekanligini his qilib oldi. Unda do'stlar, Gojia to'g'riliq mushunchalik to'xtalib so'zlab turlar. Albatta, keyingi filmlarimizda Gojia to'g'riliq to'xtalg'ash turmiz. Agar filmlar yaragan bo'lsa, do'stlar, yurak berib qo'yinglar, gullarni yo'llab qo'yinglar, filmni saqlab olib, tarqitib qo'yinglar. Texmi ko'p mazmunlarga erishmoqchi bo'lib qolsanglar, 3 podshohlikdan texmi ko'p narsani o'rganmoqchi bo'lib qolsanglar, ostidagi men tayyorlab qo'ygan Kandiyin shu cho'ngyi degan ularni besib, men so'zlab tayyor qilib qo'ygan darslikni anglab o'rganib olsanglar bo'ladi.